Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumanidan Gazablog seximizdan video joylayapmiz. Gazablog kanalimizga Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, yana WhatsApp hamma ijtimoiy tarmoqda bizning kanalimiz va shaxsiy akkauntlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Biz bugun mana Gazablog pishgan g'isht, laka blok, uy qurish xom ashyolarni bir-biriga solishtirib bermoqchimiz. Mustahkamligi yo nimasidir emas, o'zimizni Gazablogimizni reklama qilish maqsadida. Kimdir o'ylashi mumkin, pishgan g'isht o'rnini bosa olmaydi. To'g'ri, bosa olmaydi. Pishgan g'isht o'rnini to'g'risini gapirish kerak. Lekin laka blogdan yaxshi quriladi, uy yaxshi chiqadi. Issiq sovuq ushlashi pishgan g'ishtdan lekin yaxshi ushlaydi. Nimaki buni ichi termiz holatda bo'ladi. Endi buni vaznini keltirib beramiz. Anvarjon, Gazablogga qo'yingchi. Gazablogni qo'ying. Shunday. Xo'p, bitta Gazablogning og'irligi 21 kg 400. 21 kg 400. Hop turing. Pishgan g'ishtdan qo'ying bitta. Bitta dona qo'ying. Xo'p, bitta dona pishgan g'ishtimiz og'irligi 3 kilogacha. Xo'p, 2 kg 700 dan har xil chiqyapti bu pishgan g'isht og'irligi. 2 kg 700 chiqyapti, ba'zigisi 2 kg 900, 3 kg chiqyapti. Eng pastini oldik 2 kg 700 dan. Bitta Gazablogimizning o'rniga mana shu pishgan g'ishtdan 19 tasi to'g'ri kelar ekan. 19 ko'paytiring 2 kg 700 ga. Qancha ekan? 19 51 kg 51 kg 300 ga to'g'ri kelar ekan. 19 ta g'ishimiz vazn og'irligi. Xo'p, endi shlaka blogdan qo'yasan hozir. Shlaka blogga 12 kg 400 to'rttasi bitta Gazablogga ob'yomini berar ekan. 12 kg 400 12.400 ko'paytiring 4 ga. 49 kg 600 to'rttasi. Demak, uy qurishimizda yengil va sifatli, issiq sovuq o'tkazmaydigan, qulay, tez va oson uy ko'tarilishida bizga yordam beradigan Gazablog bo'lar ekan. Lekin bularni biz pishgan g'isht laka blog yomonlash uchun emas. Maqsadimiz o'zimiz narsamizni reklama qilish. Shu aytganimizdek, negativ yozadigan akalar bo'ladi. Negativ bemalol yozisha oladi. Yozinglar, sizlarni ham duo qilib qo'yamiz, umidlar uzoq bo'lsin deb. Yaxshi kutasizlar. Gazablogimizni tekisligini ko'rsatmoqchimiz mana. Google qo'yib, tekisligi. Bu yoqdan tekisligi. Har tomonlama. Har tomonlama tekisligini ko'rishingiz mumkin bemalol. Bemalol usta akalar kelib ko'rib, o'zlari maslahat berishsa bo'laradigan holatda. O'zlari duo qilib uradigan holat bo'lib turibdi Gazabloglarimiz. Metr ko'rsating. 20. To'shna 20 ligi. Bu yog'i 30. 30 ligi. Bu yog'i 60. 60 ligi razmeri. Hammasiniki to'shna. Akalar, Gazablogdan uy qurish juda qulay. Sifati a'lo darajada Gazabloglarimiz issiq sovug'i zo'r ishlaydi, issiq sovug'i. Shlaka blog mana bu shlaka blog. Bu uy qurish uchun emas. Bu qo'rg'oningizni aylantirish uchun, uchastka qo'rg'onlarini aylantirish uchun. Chunki mana shu pishgan g'isht uy qurish uchun. Mana pishgan g'isht. 54 kg bu chiqdi, 49 kg bu chiqdi, 21 kg 400 bu chiqdi. Endi o'zingizlar tanlab olasizlar. Mana kattakon rahmat, salomat bo'lasizlar. Kim Gazablog kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz.